Hürmetlik vatandaş, leksiyemizni davamlaştırımız. Bugünkü islağa 2020 yıl 9. ayının 30. günü bay dedim mi ya? Her tarafta piştirme. Amerika, Japonya, Avustralya, Hindistan Tashqi ishlar ministrlari kelar ayda Tokioda jam bo'lib, Jungo Kompartiyasiga qaratgan harakatni moslashtirmoqchi bo'ldi. Mavzuli xabar 9 ayning 29 kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Yaponiya hukumati 29 kuni mundaq e'lon qildi. Amerika, Hindistan, Avustraliya, Yaponiya qatorliq davlat bexatarlik suhbati o'tkazguvchi davlatlar kechiranglar 10 ayning 6 kuni Tokioda tashqi ishlar ministrlari yig'ini chaqirdi. Navbatda yig'in yuqumli virus va Jungo Kompartiyasining Sharqi dengiz, Janubiy dengizda kengaymichilik qilishi to'g'risida o'zaro fikr almashtirdi. Amerika, Avustraliya, Hindiston, Yaponiya davlat endi Tinch okean rayonida nopos aholisi ko'p demokratik davlatlardir. Hozir endi 4 davlat guruhi deb ataladi. Bu qatim 4 davlat guruhining diplomatiya yig'iniga qatnashchilar Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Mike Pompeo, Avustraliya tashqi ishlar ministri, Hindiston tashqi ishlar vaziri Jaishankar, Yaponiya tashqi ishlar vaziri Mao Mintung. Bu qatim 4 davlat diplomatlari yig'ini Amerika Qo'shma Shtatlari prezident saylimida kishilarning diqqatini chuqur jalb qiladigan bir qatimlik diplomatik faoliyatdir. Yaqin qishki yildan beri Amerika bilan Jungoning munosabati savdo texnika, bexatarlik, Janubiy dengiz, Tayvan, Hong Kong qatorliq masalalar bo'yicha tezlik bilan yomonlashib ketdi. O'xshashli Hindistonning Jungo Kompartiyasi bilan bo'lgan munosabati uzundan beri hal qilinmagan chegara talash tortish masalasidan kelib chiqqan jiddiy portlash holatiga yetib keldi. Hindiston Jungo ikki davlat buningdan sal burun o'tirda tirkishish yuz berib, o'q chiqarish hodislari ko'rildi. Undan boshqa Jungo dengizida hayvilik qistab kelgan harbiy vaziyat Janubiy Tinch okean rayoniga kengaymichilik qilish Avustraliya qatorliq davlatlarning qattiq hoshyorligini qo'zg'adi. Yaponiya uchun aytganda bu qatimqa 4 davlat tashqi ishlar ministrlarining yig'ini Yaponiyaning yangi vaziri Suganing eng ahamiyatli diplomatik faoliyati bo'lib hisoblandi. Yaponiyaning Sharqi dengizda Jungo bilan talash tortishi bor. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Mao Mintung haftaning 2 kuni muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Amerika, Avustraliya, Hindiston, Yaponiya 4 davlat diplomatlarining bu qatam yig'ini chaqirishi intayin vaqtida bo'ldi. 4 davlatning rayon masalalarida o'xshash fikri bor. Her xil xarajat to'g'risida fikr almashtirdi.